Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Yapon shamchalarini noldan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Kim shu sohaga kirib kelayotgan bo'lsa, ular uchun bu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Nimaga aynan yapon shamchalari? Chunki ular sodda va tushunarli. Statistika bo'yicha 90% treyderlar hozirgi kunda aynan yapon shamchalari orqali bitimlarga kirishadi. Mana bu yerda qoldirilgan yapon shamchalari tomonidan suratga ahamiyat beradigan bo'lsa, bizni bemalol tarixi va kelajagini ham aynan shu yapon shamchalari orqali ko'rishimiz mumkin. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'taman. Men tanigan ko'p treyderlar faqat shu yapon shamchalari orqali savdoga kirishadi va o'zini foydasini olishadi. Xo'p, yapon shamchalaridan tashqari bizda mana bunaqa liniyalar bor, yoki mana bunaqa barlar bor, eng mashhurlardan biri va hokazo mana boshqalari ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, e'tiborga olamiz. Agar kim aynan yapon shamchalari orqali qisqa time frame'da savdo qiladigan bo'lsa, forex yo'nalishini oladigan bo'lsa, narxga ahamiyat beringlar. TradingView'da tahlil qilayotgan bo'lsanglar, chunki mana misol uchun tak yevro USD parasini olamiz. Mana ko'ryapsizlarmi, ko'p brokerlar chiqib kelyapti. Sizlarni MetaTrader'dagi ulagan brokeringlar mana bu broker bilan to'g'ri kelmasligi mumkin va oxir oqibat narxda ozgincha bo'lsa ham farq qilishi mumkin. Bu katta ahamiyatga ega, shunga e'tiborli bo'linglar. O'zingizlarga kerakli brokerni tanlab bemalol scalping qilishingiz mumkin. Xo'p, yapon shamchalarini hozir o'qib chiqishga harakat qilamiz. Mana bu yerda grafikka qarasanglar, umuman tushunarsiz. Nimaga mana bu pastga qarab soya qoldirgan, nimaga mana bu tepada soya qoldirgan, nimaga bu shamcha uzunroq, mana bunisi kalta. Tak, buni tushuntirib o'taman, lekin bitta narsaga ham e'tiboringlarni qaratinglar, aynan rangga, ya'ni yapon shamchalarining ranglari odamning psixologiyasiga ozgincha bo'lsa ham ta'sir qiladi. Standart rang bu yashil, buqala, ya'ni sotib oluvchilar, long pozitsiyaga ishlaydiganlar va qizil, sotuvchilar, short pozitsiyaga ishlaydiganlar, o'sha sell bosadiganlar, ayiqlar, trading tilida aytsa. O'zi ikkita o'yinchi bor. O'yinchi deylik, o'zi savdogarlar faqat ikkita tomondan kurash ketadi. Sotib oluvchilar tomonidan, ya'ni mana tepaga qarab ketyapti va sotuvchilar tomonidan mana narx pastga qarab ketyapti. Bo'ldi. Boshqa o'yinchi yo'q bu yerda. Va ikkinchi standart rang bu oq, tepaga qarab ketadi va qora pastga qarab ketadi. Lekin eng mana yaponlar tomonidan tan olingan standart klassik grafik aynan shu bo'lib hisoblanadi. Xohlasanglar bemalol mana TradingView'ga kirdinglar, mushkani o'ng tomonini bosib, nastroykadan mana bu instrument birinchisida turibdi. Yashil bu ko'tariladi, qizil bu tushadi o'ng tomonda. Оформление bemalol fonni ham rangini to'g'rilab olishingiz mumkin. Menda endi mana qora turibdi. Xo'p. Kelinglar, endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Hozir time frame muhim, chunki 1 soatlik time frame turibdi. Har bir shamchi 1 soatdan degani. Hozir vaqt 4:40 ertalab, o'zi ham video yozish uchun qulay vaqt topdim. O'zi bozor umuman yurmaydigan vaqtda. Bu degani soat 5 bo'lishi bilan mamutdan keyingi shamcha chiqib keladi. Soat 6 bo'ldimi, yana keyingi shamcha tug'ilib chiqib keladi. Shuna qilib har bir soatda shamcha ochilib kelaveradi. Agar masalan 5 minutlik time frame ga qo'yadigan bo'lsa, mana hozir 4:42 mi, 4:45 da keyingi shamcha ochiladi, 4:50 da keyingi shamcha, 4:55 da keyingi shamcha, shuna qilib ketdi. Mana ko'ryapsizlarmi, narx tushyapti. Bu sotuvchilar o'zini kuchini ko'rsatyapti va narx chiqyapti. No, общий grafikka qaraydigan bo'lsa, mana kattaroq time frame ga qo'yaman, 4 soatlik. Bu yerda ko'ryapsizlar, umumiy grafik nima bo'lyapti? Baribir ham sotib oluvchilar kech bo'lsa ham o'zini pozitsiyasini ko'rsatib borishyapti. Ozgincha bo'lsa ham narx tushib chiqsa ham, lekin baribir ham ko'tarilyapti. Sekin bo'lsa ham. Endi bu hozir ko'tariluvchi trend, lekin kichkina time frame da konsolidatsiyaga, ya'ni yonmachasi ketadigan trendga o'xshab qolyapti. Mayli. Bu muhim emas. Hozir yapon shamchilarini ko'ryapmiz. Xo'p. Tak, endi qaranglar. Mana bitta shamchi. Mana bunaqa shamchani ko'rdik. Mana bunaqa shamchani ko'rdik. Mana bunaqasini ko'rdik. Va mana bunaqasini ko'rdik. Tak. Mana bunaqa soya bor deylik.
Bunisini soyasi yo'q deylik. Bunisini soyasi masalan mana bunday uzunroq, buniki вообще uzun deylik. Mana shunaqa shamchalarni ham kuzatishingiz mumkin. Bu nima degani? Bu degani boya aytganimdek, ikki xil toifadagi savdogarlar bor bozorda. Masalan, 100 ta odam bo'lsa, bozorda 100 tasi ham bir xil fikrlamaydi. Sizlar sotmoqchi bo'lsangiz, kimdir sotmoqchi bo'ladi. Bu nimaga bog'liq? Ko'proq kirgizayotgan puliga bog'liq-da. Oddiy qilib aytganda, kim ko'proq pozitsiya, kim ko'proq объем, kim ko'proq lot ochsa, o'sha tomonga qarab ketadi bozor. Soniga emas, odamning soniga emas, odamning o'sha puliga bog'liq deylik bozor. Kapitalizatsiyasiga, объемiga bog'liq deylik, oddiy qilib aytganda. Ya'ni mana bu yerda bizni ko'ryapmiz, yashil shamcha to'liq yopilgan, soyasi yo'q deylik yoki kichkina soyasi bor. Deylik, endi farqi yo'q. Bu degani sotib oluvchilar o'zini kuchini ko'rsatyapti. Dalshi yana sotib olishga harakat qilyapti. Mana bu yerda ko'rasizlar, mana bu shamchaga ahamiyat bersak, bu degani uje sotib oluvchilar bu qilib o'zini kuchida-da, dalshi yana davom etishga tayyor. Sotuvchilar aralashmayapti, chunki bitta sotadigan bo'lsa, u dalshi yana tepaga qarab chiqib ketaveradi-da. Oddiy qilib aytganda, agar sotuvchining uncha katta puli bo'lmasa. Mana bu yerda yana ahamiyat berishimiz mumkin. Uje soya qoldirgan ikkinchi shamchada. Bu degani masjidgacha narx kelgan. Soya bu narx o'shatgacha yaqinlashdi degan. Mana bu yerda soyani ko'ryapmizmi? Bu degani mana bungacha narx kelgan degan. Lekin qaytib ketgan. Nimaga qaytib ketgan? Chunki sotuvchilar tomonidan bosim bo'lganda, mana sotuvchi tomonidan bosim bo'lgan va ko'rasizlar, narx mana bu yerda yopilib qolgan. Nimaga yopilib qolgan? Chunki agar 1 soatlik time frame oladigan bo'lsak, mana 1 soatga qo'yib turaylik. Chunki 1 soat uje tugab qolgan. 5 ta kurash ketayotgan bo'lsa, mana bu yerda uje soat 6 bo'lgan, bozor yopilib qolgan. Shu orqali keyingi shamcha ochilib ketgan. Mana bu yerda ko'rasizlar, yana ham ko'proq bosim bo'lgan. Narx masjidgacha chiqqan. Sotuvchilar o'zini kuchini ko'rsatgan, lekin sotib oluvchilar uje ataka qilganda, bu yerda endi oddiy qilib aytganda постоянно kurash ketaveradi. Sotuvchilar bilan sotib oluvchilar o'rtasida oddiy qilib aytganda, mana bu yerda uje o'zingizlar ko'rasizlar, ancha bosim ko'rsatgan. Почти tanasi почти qolmagan desa ham bo'ladi. Bu shamchalar, mana bu uchta shamchalar asobini qizil rangda ham yopilib qolishi mumkin. Hozir ko'tarilayotgan, ya'ni narx o'sayotgan versiyani sizlarga ko'rsatdim, lekin qizili bilan ham yopilib qolishi mumkin. Qizili bilan yopilgan degani bu uje sotib oluvchilar bozorni sal qo'lga oldi deganida. Shu yapon shamchalari orqali sizlar bozorni kelajakda bemalol o'qishingiz mumkin. Agar mana bunaqa vaziyatni kuzatadigan bo'lsa, misol uchun mana shu bo'lsa ham chizib tashlayveraman. Mana bunaqa shamcha ko'tarildi. To'g'ri, masjidgacha narx keldi, keyin yana tushdi. Masjidgacha keldi, ko'tarildi, tushdi. Va oxir-oqibat agar o'rtada yopilib qoladigan bo'lsa, vaqt tugab qoladigan bo'lsa, mana bunaqa uje shamchani ko'rishimiz mumkin. Mana bu degani mamtgacha chiqdi narx va mamtgacha tushdi narx. Sotuvchilar va sotib oluvchilar va sotuvchilar tomonidan kuchli kurash ketgan, lekin oxir-oqibat vaqt tugagan sababli mana shu shamcha o'rtasida yopilib qoldi. Shu orqali keyingi shamcha uje ochildi. Bu chiquvchi pozitsiyani ko'rsatdim. Narx tushishda ham xuddi shu versiyani ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa shamchani bo'yab qo'yamiz yoki mana grafikda ham mana kelinglar ko'rsataman. Primerni uje tushundinglar. Mana hozir 1 soatlik time frame ekan. Mana oxirgi hodisalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana mamtgacha harakat qilishgan bu qili. Lekin nima bo'lgan? Sotishgan oxir-oqibat narxi pastga qarab olib tushib ketishganda sotuvchilar. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham kurash ketgan, bu yoqda kurash ketgan, mana bu yerda tushib chiqqan, narx tushib chiqqan, juda ham kuchli kurash ketyapti-da. Boya aytganimdek, hozir bu yoqda konsolidatsiya ketyapti, ya'ni yonga qarab ketyapti. Endi bu Bitcoin instrumenti ekan. Bitcoinda hozir shunaqa vaziyat bo'lyapti. Time frame o'zgartirib, bemalol katta time frame da ham ko'rishingiz mumkin. Mana 1 kunlik time frame da. Xo'p, bugun nima bo'pti? Bugun bozor почти yurmadi, yonga qarab ketyapti. Kecha nima bo'ldi? Kecha ham xuddi shu. O'tgan kun nima bo'ldi? O'tgan kun ham bozor yurmadi. Oddiy qilib aytganda, bozor yonmachasiga qarab unaqa katta harakatsiz yuribdi-da. Atak umumiy qaraydigan bo'lsa, bozor tushib kelyapti pastga. Xohlasanglar 1 haftalik time frame qo'yinglar. 1 hafta oldin nima bo'lyapti? 1 oylikni qo'yaveraman. Mana 1 oylikni ham ko'rishingiz mumkin. Mana oxirgi oy
Faqat tushgan narx. Bu juda ham katta masofada. Mana Mamutdan olaylik, qizil shamchani. Ikkinchi shamcha mana. 103.700 bo'lgan Bitcoin narxi va bir oy ichida 78.600 gacha tushirib berishgan mana. Sotuvchilar o'zini kuchini ko'rsatib berganda, bu yoqda konkretniy ayiqilib faqat sotishgan. To'g'ri, Mamutdan sotayotganlar o'zini pulini yo'qotgan, Mamutdan nabarot bo'lgan sotganlar o'zini pulini yo'qotgan. O'shaning uchun tradingda analiz qilmasdan turib savdoga kirish juda ham xavfli. O'zingizlarni pulinglarni 6 sekundda yo'qotib yuborishinglar mumkin bo'ladi. Umumiy grafikka qaraydigan bo'lsak, bemalol oyma-oy ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana yapon shamchalari orqali bozorni ko'ryapsizlar. O'zi bozor strukturasi shunaqa. Mana narx chiqdi, kuch to'pladi, konsolidasiya chiqdi. Hozir balki yana kuch to'playapti. Mamnoq turib, keyin yana chiqadi. Mana endi sizlarga misol qilib ko'rsatdim. Bozor yurishi o'zi shunaqa yuradi, ozgincha dam oladi, yonga qarab dam olishi mumkin yoki pastga qarab dam olishi mumkin yoki mamlaqatlar tepaga qarab dam olishi mumkin. Idealishi tepaga qarab ketishi ehtimoli yuqori bo'ladi. O'zingizlar vaqt kelib shuni bemalol tushunib yetasizlar. Tak, 1 soatlik time frame ga qo'yibman yana. Xo'p, endi shamchalarni o'rganib chiqamiz. Eng standart yo'li bilan. Har doim shamma tanasi bo'ladi. Bu uje qizil shamma ko'rsatyapman, tanasi bo'ladi. Keyingi shamchani olaman. Keyingi shamchasi mamnaq turib, tana bilan soya bo'lishi ham mumkin mana. Oddiy qilib aytganda, yapon shamchasi tana va soyadan iborat. Tana yoki soya. Ko'pincha mamnaqa tana bilan soya bo'lib yopiladi. Kichkina katta farqi yo'q. Endi muhiyatini tushundinglar. Nimaga bog'liq bu? Nimaga soyasi uzun bo'ladi, nimaga kalta bo'ladi? Xo'p, narx ochilishi bor, narx yopilishi bor. Tushuvchi shamchani oladigan bo'lsak, tushuvchi shamcha har doim tepadan ochiladi, pastdan yopiladi. Bozor grafik mana o'ngga qarab ketyapti. Shuning uchun strelka bilan o'ngga qarab ko'rsatib qo'ydim. Mashitdan ochildi. Tak, mana Mamutdan yopilibdi mana. Ras ochildi, ras yopildi. Bo'ldi. Keyingi shamcha, agar qizil shamcha bo'ladigan bo'lsa, agar sotuvchilar o'zini kuchida bo'lsa, keyingi shamcha mashitdan ochiladi. Bu farqi yo'q. Mamki kelishi mumkin, bundan o'ynashi mumkin, mana bundan tepaga pastga yurib berishi mumkin. Oxir-oqibat mashitda to'xtab qoldi. Mamtga ham soya chizib qo'yamiz. Kabutta mashitgacha keldi narx. Tak. Tepasida soya bo'lmasligi ham mumkin. Mana mashitdan yopildimi, uje 1 soat tugadimi, keyingi shamcha ochildi. Keyingi shamcha yashil bo'lib ochilishi ham mumkin. Shuni ko'rsatib beraman. Yashil bo'lib ham ochilishi mumkin mana. Yashil ochildimi, bu ham xuddi shunaqa. Mana bunda ko'tarilishi mumkin. Bunda tushadi, 1 soat ichida yana ko'tariladi, yana tushadi, yana ko'tariladi. Oxir-oqibat Mamutda to'xtab qoldi. Tak, mashitgacha ko'tarildimi, demak, soyasi mashitda qoladi mana. Bo'ldi. 1 soat tugadimi, keyingi shamcha yana yonidan ochiladi. Ishqilib, bozorning strukturasi shunaqa. Boya aytganimdek, sotuvchilar va sotib oluvchilar o'rtasida kurash ketadi. Buni qanday bilishingiz mumkin? Qanday qaysi vaqtda sotuvchilar, qaysi vaqtda sotib oluvchilar o'zini kuchini ko'rsatyapti? Buni albatta keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. Xo'p. Qizil shamcha tepadan ochilsa, pastdan yopilsa, yashil shamcha nabarot pastdan ochiladi har doim. Tepadan esa yopiladi mana Mamutdan. Bu yerdan yopildimi, keyingi shamcha yana ochiladi. Qanaqa bo'lishi? Qarab, masalan, qizil shamcha bo'ldimi, demak tepadan ochildi. Где-то уже qizil shamcha bo'lib yopilsa, mana mashitda yopiladi. Yashil shamcha ochildimi, yashil shamcha ko'tarildimi, demak bu tepada yopiladi. Bo'ldi. Tanasi bor, soyasi bor. Soyasiz ham bo'lib qolishi mumkin shamcha. Mana prosta mana bundoq cho'p bo'lib qolishi ham mumkin mana. Tanasi yo'q, cho'p mana. Oddiy. Bu degani o'zingizlar tushundinglar, kurashga ketgan bo'ladi va hech kim yutib chiqmadi. Sotuvchilar bilan sotib oluvchilar o'rtasida va narx mana shu o'rtada ochildimi, demak o'rtada uje yopiladi. Bo'ldi. Hop. Keyingi misolni aytib o'taman. Misol uchun zonalarni chizamiz. Endi zonalar bu boshqa mavzu. Mana bu yerda zona bor deylik. Sell zona bor deylik. Mana kuchli sotish zonasi. Bu haqida videolar olganman. Mana hech shamcha yorib o'tolmayapti. Ya'ni sotib oluvchilar mana shu zonani yorib o'tolmayapti. Yashil shamchalar buqili.
ko'ryapsizlar, yordi, lekin soya qoldirdi. Bu degani yordi degan bilan bu narx tepaga ketadi degani emas. Yordi, yopilish kerak-da, mana. Yordimi? Masalan, yordimi? Qaytib ketishi ham mumkin-da. Mana masjidgacha keldimi? Bu yoqdan uje sotuvchilar tomonidan katta bosim bo'lishi mumkin-da. Bundoq bosim bo'lsa, nima bo'ladi? Endi qancha bosimga qaradi, mana masjidgacha bosim bo'ldi oxir oqibat qarasanglar, mana bundoq prosta soya qoldirdi mana. Mana. Bo'ldi, bozor shunaqa qoladi mana. Mana bu yerda tarixda o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bu degani yorib o'tolmadi. Agar mana bunaqa vaziyatni ko'radigan bo'lsak, mana shu zonani, qizil zonani yorib o'tdimi? Mashdan yorib o'tdi. Keyingi shamchi Mamitdan ochildimi? Mana o'sha yondan ochildi, yashil bo'lib ochildimi? Qancha katta time frame bo'lsa, shuncha kuchliroq bo'ladi shamchi. Shuni ham inobatga olinglar. Masalan, 1 kunlik time frame ga qo'yamiz. Mana 1 kunlik time frame ni qo'ydik. Xuddi shu vaziyatni ko'ryapmiz hozir. Endi mana shuni o'chirib qo'yaman, boshdan chizamiz. Mana bu yerda zona bor. Sell zona. Mana yorib o'tolmayapti, no 1 kunlik time frame da ertangi shamcha masjidni yorib o'tdi deylik. Masjidni yordimi? Mana bundoq yordi. Yashil shamcha buqalar o'zini kuchini ko'rsatdi. Masjidda yopildi shamcha. Keyingi shamcha ham 1 kunlikda masjid zonani orqasida ochilsa, bo'ldi. Bu degani katta ehtimol bilan masjid zona yorilib o'tildi degani. Oddiy tilda tushuntiraman. Bu boshqa davlatda yeri. Bu esa boshqa davlatda yeri. Agar bu davlat bunga bosim qilib hujum qilsa, mashi yerlarini zabt etsa nima bo'ladi? Bu yer uje mana bu davlatniki bo'lib qoladi. Bo'ldi, bosib olingan yer. Shuna qilib ikki tomondan bosim bo'lib ketaveradi. Bo'ldi. Hop. Endi har bir shamchani o'zini ma'nosi bor. Mana bu soyasi masalan molot deylik. Bu поглощающий yoki bu doji mana hozir kichkinaroq time frame da yaxshiroq ko'rinadi. Mana bu doji degani bularni albatta keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Nimani anglatishini. Agar mana shu shamcha masalan 1 soatlik time frame da xuddi shunaqa yopiladigan bo'lsa, bu molot deyiladi. Pastga qaragan molot katta ehtimol bilan narx pastga bosim ko'rsatgan, lekin buqalar o'zini kuchini ko'rsatgan, uje tepaga qarab ko'tarilib beradi. Mana har bir shamcha o'zini ma'nosiga ega. Shu shamcha orqali ham sizlar bemalol bozorni o'qib chiqishingiz mumkin. Atak shamchi qanaqa qilib ochilishini, qayerdan yopilishini, nimani ma'no bildirishini ozgincha bo'lsa ham tushunib oldinglar degan umiddaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa like, hammaga omad.